Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madinaning fazli haqida ikki og'iz so'z. Mana shu masjidda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan namozlardan ko'ra 1000 marta afzal. Agar masjidning ichi to'lib, saflar tashqariga ulanib chiqsa, savob qo'shilib chiqadi. Faqat Masjidul Harom bundan mustasno. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-Madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun." Madina ular uchun yaxshiroqdir agar ular bilsalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Qiyomat kuni eng birinchi payg'ambar alayhisalomning qabrlaridan tuproq yer ochilishini va keyin baqiy ahlidan tuproq ochilishini payg'ambar alayhisalom marhamat qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim o'lsa Madinada o'lsin, qiyomat kuni men uni shafaat qilaman dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana bir duolarida: Allohim Madinaga, Makkaga berganing barakani 2 barobarini ber deganlar. Sokinlik shahri, muhabbat shahri, yaxshilik shahri, baraka shahri. Allohga qasam baraka shahri. Bu yerni barakasini ko'rsangiz, bu yerni sukunatini bilsangiz, Allohim bu yerda o'tgan barcha mu'minlarni o'zing rahmat qilgin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlarimiz bo'lsin. Allohim oxirimizni Rasulimiz yo'llarida qilgin. Sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Yer yuzida bir shahar bor. Chiqayotganda odam ko'zida yosh bilan chiqadi. O shahar mana shu shahar.